2010-yilda tug'ilgan barchakamizning sevgi tarixlarini gaplashamiz bugun. Kecha menga klientimiz bitta boks videosini tashlab, "Imенно shu boksdan faqat yog'li yuzga moslab qilib bering" dedilar. Boks yig'ib bersiz, sevgi tariximizni aytib beraman. Videoyingiz zo'r chiqadi deb aytdi. Xullas, 24-mayda buvshilar bilan urushib qopdilar. U bola даже boshqa qizga gul beribdi. Keyin hamma podpishchilarga podpiska qaytarib chiqibdilar. Ularning orasida hozirgi yigitlar ham bor ekan. U bola qizimizni 3 oydan beri kuzatib, yoqtirib qolganini aytibdi. 25-mayda ko'rishmoqchi bo'lishibdi. O'sha kuni mana eng esimda qoladigan svidaniya bo'ldi. Menga chiroyli buketda gulam olib keldi deb aytdilar. Va именно shu boksga ham yigitlari to'liq qotgan ekan. Gaplashayotganimizga 3 kun bo'tgan bo'lsa ham, men haqiqiy sevgimni topdim deb yozibdi. Xullas, yoshlarimizga baxt tilaymiz-da. Endi o'zimizdan mavzuga qaytamiz. Klientimizga shunaqa polni makiyaj qilish uchun idealniy nabor yig'dik. Hammasi narxi tepada turibdi. Qizlar bitta so'ravermanglar. Общий boks narxi bo'lsa описаниеda. Xullas, podpiska bo'lib, like bosib, tez olib berish kerak bo'lgan tanishimizga jo'natib qo'yamiz. Zakaz qilish uchun yoki mana shu ekranda qo'yilgan nomerlarga Telegramda murojaat qilsangiz bo'ladi.